Tramp yadro qurollarini zudlik bilan sinovdan o'tkazishni buyurdi. Tolibonni Tora-Bora g'orlariga quvamiz. Pokiston mudofaa vaziri Tolibonni jiddiy ogohlantirdi. O'zbeklar yana yem bo'lmoqda. Rossiya armiyasi safida halok bo'lganlar soni ochiqlandi. AQSh Venesuela prezidentini uning uchuvchisi yordamida o'g'irlamoqchi bo'ldi. Endi esa batafsil. Prostatit, ikkilamchi bepushtlik, tez peshob, tahorat buzilishidan aziyat chekmoqdamisiz? Jinsiy zaiflik yoki yallig'lanish sizni qiynayaptimi? Endi bu muammolarni birinchi haftani o'zidayoq bartaraf etish mumkin. Vulkan erkaklar uchun jinsiy faoliyatni tiklashga, yallig'lanishni yo'qotishga va sog'lig'ingizni yaxshilashga yordam beradi. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Mahsulot yetkazib berish O'zbekiston bo'yicha bepul. Tramp yadro qurollarini zudlik bilan sinovdan o'tkazishni buyurdi. AQSh prezidenti Donald Tramp Pentagonga yadro qurollari sinovlarini boshlashni topshirdi. Bu haqda u o'zining Truth Social ijtimoiy tarmog'ida ma'lum qildi. Boshqa davlatlar sinov dasturlarini o'tkazayotgani bois, Mudofaa vazirligiga yadro qurollarimizni teng asosda sinovdan o'tkazishni boshlashni topshirdim. Bu jarayon darhol boshlanadi, deb yozdi AQSh prezidenti. Trampning ta'kidlashicha, hozirda AQShda boshqa har qanday davlatga qaraganda ko'proq yadro qurollari mavjud. Rossiya 2-o'rinda, Xitoy esa katta farq bilan 3-o'rinda turibdi. Biroq u 5 yil ichida bizga tenglashadi, dedi u. Rossiya va AQShning yadro kallaklari soni haqidagi ochiq ma'lumotlar farqli bo'lsa-da, umumiy hisobda ularning zaxiralari deyarli teng. Bundan tashqari, yadroviy arsenallarni baholashda nafaqat jangovar kallaklar soni, balki ularni yetkazib berish vositalari miqdori ham hisobga olinadi. Tramp to'liq yadroviy portlashlarni, yetkazib berish vositalarini sinovdan o'tkazishni so'raganmi yoki portlashsiz o'tkaziladigan subkritik sinovlarni nazarda tutganmi noma'lum. AQSh 1992-yildan beri yadro qurollarini to'liq sinovdan o'tkazmagan. Washington 1996-yildagi yadro sinovlarini har tomonlama taqiqlash to'g'risidagi shartnomani imzolagan, ammo ratifikatsiya qilmagan. O'shandan beri AQSh Nevada poligonida yerosti subkritik yadro sinovlarini o'tkazib kelmoqda. Moskva esa so'nggi yadro sinovini SSSR mavjud bo'lgan 1990-yildayoq o'tkazgan edi. Rossiya yadro sinovlarini har tomonlama taqiqlash to'g'risidagi shartnomani imzolagan va ratifikatsiya qilgan. Biroq 2023-yilda imzosini qaytarib oldi. Bunga qadar AQSh Rossiyani yadro sinovlariga moratoriyni buzganlikda ayblagan edi. Tolibonni Tora-Bora g'orlariga quvamiz. Pokiston mudofaa vaziri Tolibonni jiddiy ogohlantirdi. Pokiston mudofaa vaziri Xavoja Asif Afg'onistonning Tolibon harakatini butunlay yo'q qilish bilan tahdid qildi. Unga ko'ra, Pokiston qurollarining hatto kichik bir qismini ishlatmasdan ham afg'on hukumatini vayron qilib, ularni yana Tora-Bora g'orlariga qochishga majbur qila oladi. Asifning so'zlariga ko'ra, Tolibonning yana Tora-Bora g'orlariga qochib ketishi mintaqa xalqi uchun esda qoladigan manzara bo'ladi. Tora-Bora Afg'oniston sharqidagi tog'li hudud bo'lib, Tolibon va Al-Qoida jangarilari bu yerda bir paytlar yashirinib qo'nim topgan. Vazir Tolibon hokimiyatni saqlab qolish uchun Afg'onistonni yangi urushga tortayotganini ta'kidlamoqda. Turkiyada o'tgan 4 kunlik Afg'oniston-Pokiston muzokaralari muvaffaqiyatsiz tugagach, Asif X ijtimoiy tarmog'ida shunday post qoldirgan: "Biz tinchlik imkoniyatini yaratish uchun birodar davlatlarning iltimosiga binoan muzokaraga kirishdik. Ammo Tolibon rasmiylarining zaharli so'zlari ularning asl niyatini ko'rsatdi. Agar Tolibon yana Afg'onistonni vayron qilmoqchi bo'lsa, bu ularning tanlovi." Pokiston mudofaa vaziri Afg'oniston imperiyalar qabristoni degan mashhur ibora va u bilan urushga kirish xavfli oqibatlarga olib kelish haqidagi ogohlantirishlarga javoban shunday degan: "Pokiston imperiya emas, lekin Afg'oniston o'z xalqining qabristoniga aylangan. Tarixda siz imperiyalarni yengmagansiz. Siz ularning o'yin maydoniga aylangansiz." U Tolibon ichidagi urush tarafdorlarini Pokistonning qat'iyatini past baholamaslikka chaqirmoqda. Agar Tolibon biz bilan urushmoqchi bo'lsa, butun dunyo bu tahdidlar faqatgina sirk tomoshasi ekanini ko'radi, deya qo'shimcha qilgan u. O'zbeklar yana yem bo'lmoqda. Rossiya armiyasi safida halok bo'lganlar soni ochiqlandi. Ukraina Mudofaa vazirligi va Bosh razvedka boshqarmasi ko'magida tashkil etilgan Hacho-Jet loyihasi
Ukrainaga qarshi urushda qatnashish uchun Rossiya qurolli kuchlari safida yo'llanib, halok bo'lgan yoki bedarak yo'qolgan 481 nafar O'zbekiston fuqarosining ism-sharifini e'lon qildi. Ro'yxat loyihaning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida e'lon qilindi. Loyihaga ko'ra ushbu ro'yxat to'liq yoki to'liq emas. Halok bo'lgan va bedarak yo'qolganlarning haqiqiy soni bir necha barobar ko'p bo'lishi mumkin. Biz Rossiya yo'llanma askarlari safida xizmat qilish paytida halok bo'lgan 481 nafar o'zbekistonlik fuqaroni aniqladik, deyiladi xabarda. Qo'shimcha qilinishicha, O'zbekiston hozirda Rossiya qurolli kuchlarida xorijiy yo'llanma askarlar soni bo'yicha dunyoda yetakchilik qilmoqda. Biz Ukrainaga qarshi jang qilgan yoki jang qilayotgan kamida 2715 nafar O'zbekiston fuqarosining ismlarini bilamiz va ularning soni yildan yilga ortib bormoqda. 2023-yilda 498 nafar o'zbekistonlik, 2024-yilda esa yana 941 nafar o'zbekistonlik shartnoma imzolagan. 2025-yilning dastlabki 6 oyida Rossiya qurolli kuchlari bilan urushga qariyb 1300 nafar o'zbekistonlik fuqaro kelgan. Iltimos, e'tibor bering. Bular faqat bizda ishonchli ma'lumotlarga ega bo'lganlargina xolos, deyiladi loyiha xabarida. Bildirilishicha, O'zbekiston shuningdek xorijiy harbiy asirlar orasida muntazam ravishda birinchi o'rinda turadi. Qayd etilishicha, 2025-yilda Rossiyaga 1,800,000 o'zbekistonlik borgan. Ularning aksariyati mehnat muhojirlari sifatida Rossiya yerlariga qadam qo'ygan, ammo hammasi ham ish topa olmagan. Migrant ishchilar rossiyalik yo'llovchilar uchun asosiy xomashyo manbai hisoblanadi. Bugungi kunda Rossiyada odam savdosi samarali ravishda qonuniylashtirilgan. Rossiya Mudofaa vazirligi kelajakdagi xudkush terrorchilarni shartnomalar imzolash uchun olib kelganlarga mukofot to'laydi. Yo'llovchilar, politsiya xodimlari va tergovchilar urushga yozgan har bir kishi uchun to'lov oladi. Hech kim bu odamlarning sifatini hisobga olmaydi. Asosiysi, ularning 2 qo'li va 2 oyog'i bor. Shuning uchun Markaziy Osiyo mamlakatlaridan kelgan migrantlar mazali taomdir. Ularni ishontirish, fuqarolik ishlari takliflari bilan aldash, deportatsiya bilan tahdid qilish yoki jinoiy ayblovlar bilan tahdid qilish mumkin. Eng muhimi, shartnoma imzolangan, deyiladi xabarda. Loyihaning ta'kidlashicha, o'zbekistonliklar Rossiya istilochi armiyasi uchun yem bo'lib qolishda davom etmoqda. AQSh Venesuela prezidentini uning uchuvchisi yordamida o'g'irlamoqchi bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlari Venesuela prezidenti Nicolas Maduro samolyotining bir uchuvchisini yollashga harakat qilgan. Bu haqda Associated Press xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, AQSh uchuvchiga Venesuela prezidenti samolyotini Puerto Rico, Dominikan Respublikasi yoki Guantanamo ko'rfazidagi AQSh harbiy bazasiga qo'ndirishni taklif qilgan. Manbalarga ko'ra, 2024-yilning aprel oyida AQSh hukumati Dominikan Respublikasidagi informator orqali olingan ma'lumotlar asosida Maduro uchuvchilardan biriga aloqaga chiqqan. Unga samolyotni AQSh kuchlari hibsga ola oladigan joylardan biriga, xususan Puerto Rico, Dominikan Respublikasi yoki Kuba orolidagi Guantanamo harbiy bazasiga qo'ndirish taklif qilingan. Nashrning yozishicha, buning evaziga AQSh vakillari uchuvchiga juda boy bo'lishi va millionlab vatandoshlarning sevgisini qozonishni va'da qilgan. Xabarga ko'ra, uchuvchi AQSh agenti bilan bir necha bor messenjer orqali yozishgan. Biroq so'nggi marta 2024-yilning sentyabr oyida uni hamkorlikka ko'ndirishga urinishdan so'ng u raqamni bloklagan. Kolumbiya universitetining barqaror rivojlanish markazi direktori Jeffrey Saksning ta'kidlashicha, AQShning Venesuelaga nisbatan olib borayotgan keskin siyosati narkokartellarga qarshi kurash bilan bog'liq emas. Aslida Washington Venesuela neftidan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishni xohlaydi. Maduro bir necha bor AQSh tomonidan mamlakatga so'nggi 100 yildagi eng katta bosqin tahdidi mavjudligini bildirgan. Eslatib o'tamiz, avvalroq AQSh Venesuela prezidenti Nicolas Maduroni hibsga olishga yordam beradigan ma'lumot uchun $50 million mukofot va'da qilgandi.